Bu Brawl Stars tarixidagi eng yomon sabitcha bo'ldi. Chunki nafaqat oddiy guruhlar, hattoki kibersportsmenlar ham o'z norozichiligini bildirishdi. Negaki 3 kun ichida brawlerlar to'liq bo'lmadi. Birinchi marta 81 ta, keyin bo'lsa 23 ta va oxirida 16 ta baysi qoldirishdi va bu narsa 3 kun davom etdi. Va bundan bir kun oldin hamma brawlerlarni boshini mashina katta qilib qo'yishgandi va bu gameplay uchun juda ham xalaqit berardi. Bu narsa menga shunchalik yoqmaganidan o'yinga hattoki o'ynash uchun ham kirmadim. Faqat shu kunli nagradalarni olish uchun va manba win streakcha uchun kirdim. Xo'p, lekin baribir nimaga aynan mana sabitcha Brawl Stars tarixidagi eng yomoni? Shunchaki o'zingiz bir eski sabitchalar bilan solishtirib ko'ring, qanchalik katta farq. Sizlarga qanaqa bilmadimmi, bu yangi sabitchada men hech qanaqa mazmun, maqsad degan narsa ko'rmadim. Просто razraботchiklar har обновлениеda nimadir qo'shish kerak sabitcha va shunchaki qo'shish kerak bo'lgani uchun qo'shdi deb o'ylayman. Bundan oldingi sabitchalarda hachabi nimanidir biza hal qilardik, qanaqadir sovg'a qachon olishimizni anig'ini bilardik. Bu yoqda bo'lsa hammasi random, bizani o'rnimizga razraботchiklar hal qilib beradi. Eng oxirgi Pirs haqidagi sabitcha ham даже ancha qiziqroq edi bundan, chunki u yoqda sovg'asi juda katta bo'lmasa ham, jazur bo'lmasa ham odamni qiziqtirayotgan edi. Mayli, endi nima ham deymiz, bular ham biz uchun zo'r narsa qilamiz deb o'ylashyapti-yu. Mayli, gazini bossin. Lekin bunaqa sabitchadan даже meni 2 minutlik shidek katkam sizlarga ancha qiziqroq bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, videoni davom ettirishdan oldin Telegram kanaliga o'tib qo'yishlarini maslahat beraman, chunki Telegram kanalda 200 ta bo'lishimiz bilan turnir boshlaymiz. O'zi bu sabitchada nimalar bo'ldi, qisqacha to'xtalib o'tamiz. Xo'p, bu sabitchada 3 xil nagrada berishadi kuniga. O'sha uchlovdan bittasini tanlab yuta olishimiz uchun mana bunaqa kunli missiyalarni bajarishimiz kerak bo'ladi. Bu missiyalarni bajargandan keyin razraботchiklar mana shunaqa videolar qilib turib tanlab olishadi va buni hammasi 100% randomni bo'ladi. Shu bitta savol, mana shu 10 kun azoblanganimizga mana shu razraботchiklar bergan mana shu nagradalar arziydimi? Shuni kommentariyada hammadan javobini kutib qolaman. Bundoq olib qaraganda sabitcha unchalik yomon ham bo'lmadi, yaxshi ham atiga 10 kun bo'ldi va aytgancha bugun sabitchani eng oxirgi kuni. Hachab oxirgi kunga normalniy narsa berishadi deb o'ylayman. Bundoq olib qaraganda shuncha payt normalniy nagradalar oldik deb o'ylayman. Nimaga eng yomon sabitchaligini mana yana bitta isboti. Hozir 2 minut oldin videoni montajini tugatgandim. Qarasam, o'yinga kirib qarasam, mana bunaqa bo'lib qopti. Hozirgina 400 million turgan narsani 1 milliard pobeda qilsak, keyin sovg'a beradigan qilib qo'yishibdi. Yo parasati. Hammaga xayr, sizlar bilan birgalikda Legato bo'ldi.